Assalomu alaykum, hurmatli Halim Smart obunachilari. Bugun olib qo'ygan telefonlarimiz bilan sizlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Honor X9 D telefonimiz hisoblanadi. 12 lik bejiviy rangda, bunaqangi chiroyli korobkadagi zaryadchi yangidek holatda, hamma yo'g'i ideal tiniq. Bir yil kafolatlari hali beri tuganmagan. 8300 amper batareya, hamma yo'q joyida sinabdirilgan protsessorlari bilan. Keyin telefonimiz Samsung Galaxy A23 da saqlangan desa ham bo'ladi. O'ta ham ideal holatda korobka hujjatlari bilan 1250 so'mga 464 GB xotiralisi. Yana o'ta ham ideal holatda iPhone 11imiz chiroyli svetda 89 yo'mkisda 128 talisi. Mekalari o'tgan Face ID turtonlari bilan bunaqangi chiroyli rangda. Kamera o'z hamma yo'g'i ideal holatda iPhone 11imizni xotirasi ham yo'ksa ham manatini tanag'ini so'raganlarga tavsiya qilamiz. Keyin telefonimiz Infinix adashmasam 40i imekalari o'tkazilgan tayyor arzon narxda yaxshi telefon so'raganlarga tavsiya qilamiz. Atigi 800 so'mga Infinix 40i. Kimga qiziq bo'lsa barchasiga dastavkalarimiz bor, muntazam to'lovga qilib 9 ning narxi 3.450 so'mga ko'radi. Operatsiyaga 12 ga 256 talis. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Naqd pulga ham muntazam to'lovga O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor.